ichkari kiryapti. Davlat mulkiga noqonuniy ravishda egalik qilishga urinish, uni sotishga uringan har qanday shaxs qonun oldida javob beradi. Afsuski, ayrim firibgarlar fuqarolarning ishonchidan foydalanib, o'zlariga tegishli bo'lmagan yer maydonlarini go'yoki qonuniy asosda sotishni va'da qilib, noqonuniy daromad orttirishga urinish holatlari kuzatilmoqda. Masalda keldingiz, kim bilan uchrashdingiz? Nima bo'ldi? Biz kelishgan paytimizda 17 mingga kelishganmiz boshda, lekin men uni aytganman, hujjat qilingandan keyin через notar solib olib sotib qilamiz. Toshkent viloyati Ohangaron tumanida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri natijasida davlat tasarrufidagi yer maydonini pullayotgan firibgar kirdikorlari fosh bo'ldi. 1992-yilda tug'ilgan fuqaro xaridorga viloyatning Bo'ka tuman hududida joylashgan, hech qanday kadastr hujjatlari bo'lmagan, davlatga tegishli bo'lgan 50 sotiq bo'sh yer maydonini har bir sotiqini 340 AQSh dollaridan hisoblab, jami 17 ming AQSh dollari evaziga sotishni kelishadi. Hamda yer kadastr hujjatlarini o'zining tanishlari orqali tayyorlatib berishni va'da qilgan. Kelishuvdan so'ng firibgar pulning bir qismini 1,5 ming AQSh dollari miqdorini olgan vaqtda tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan firibgar shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi A bandi, 28 orqali 211-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Qonun ustuvorligi ta'minlangan jamiyatda firibgarlikka o'rin yo'q.